Odamlar bor, hamma narsasi yetarli. Odamlar bor, shohona uylarda yashashadi. Odamlar bor, hamma narsasi yaltiroq, lekin haligacha o'sha qidirgan topolmagan, haligacha o'zini hamma narsasi yetarli bo'lib turib baxtsiz hisoblashadi. Buning uchun insonni birgina narsa yetarli, o'zidan rozi bo'lish. Nima odamni baxtsiz qiladi? O'zidan ko'ngli to'lmaslik. O'zini orzuyim deb eng qimmat mashinalarni xarid qiladimi yoki bo'lmasam orzuyim deb eng bir zalvorli qasr uyda yashaydimi, lekin o'zidan ko'ngli to'lmay tursa, u yetmaydi-da baribir. O'zidan rozi bo'lish, hozirdan rozi bo'lish uchun bitta narsa kerak. O'zidan rozi bo'lish uchun juda ham ko'p ilm o'rganish, ko'p narsani bilish, hamma narsani qidirib ko'p narsaga ulgurish shart emas. Shunchaki ruhiyatida keraksiz fikrlarni tozalashning o'zi yetarli.